yonishini qaranglar, ajdarho bo'lib yotibdi. Jigarlar qaranglar. Turetskiy pechkani mana o'zimiz ishlab chiqardik, inshaalloh. Olib sotish emas. Mana tutamaydi, sasimaydi, hidlanmaydi, ugar bermaydi. Hozir shu ya'ni ob-havoda ifloslanganiga qarshi red qilishyapti-yu. Xuddi o'shanaqa redlardan ham o'tadi. Birov jalba qilmaydi. O'sha bajarni keladigan bo'lsa ham muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. 60 kvadratda isitadi. Bundan tashqari rasxoti nima deganlar uchun rasxoti mana bunaqangi granula bo'ladi. Rossiyadan keladi. Bu granulaning kilosi 4000 so'm. Sirdaryoda, Toshkentda, Andijonda hamda Farg'onada granulasi bor, muammosi yo'q inshaalloh. Bundan tashqari bodom, pista yoki yong'oq, shunga o'xshagan danaylardan ham yog'silang bo'ladi. O'ta ham ekonom bo'ladi. Hattoki teplitsaga bo'ladigan bo'lsa, qo'ydi go'ngini ham yog'silang bo'ladi jigarlar. 60 kvadratda isitadi, teplitsa bo'ladigan bo'lsa 1 sutkagacha bo'ladi. Mana bunaqangi glyushitillari ham bor jigarlar, aloqaga chiqib olasizlar.